Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, yaqinlarim. Mana bunaqa barxov xalatimiz. Razmerlari LK, XL va 2XL razmerlari bor. Men LK razmerini kiyganman. Yengi 3/4 rukava, valan qilingan turcha bilan, bo'yinda yoqa qilingan, tagida ham aylanasiga valan qilingan. Pirpirakchasi bor, 2 yona cho'ntak, oxirigacha zamok. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Narxi 650 ming so'm. Bu fasonda ranglari 5 xil rangi bor. Mana bordoviy rangi bor, qizil rangi bor, yashil rangi bor, och yashil rangi bor va pudra rangi bor. 5 xil rangda bor. Uyga kelaverasizlar. Telefon nomerimni yozib qoldiraman. Turkiyadan yangi tovarlar olib keldim. Video obzorini boshladik. Kelinglar, kutaman sizlar. Dönük sulalay kalanıp akadı. Sizni örteşmese şimdi yakadı. Çıdasanız çıdan yoksa oluyor ey. Neçe aşık günde uyuyamıyem çakadı. Neçe aşık günde uyuyamıyem çakadı. Yüzün durma kızlar içinde kurcakı. Bu ama aytın bana uyuyaydan durcakı. Yüzün durma kızlar. Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, yaqinlarim. Mana bordoviy xalatimiz juda ham chiroyli, tizzadan pastga tushadi, uzunligi. Razmerlari LK, XL, 2XL razmerlari bor. Narxi 650 ming so'm. Bu fasonimizni yana 4 xil rang bor. Bu bilan 5 xil rangda fasonimiz yashil, qizil, bordoviy, pudra rang va och yashil ranglarimiz bor. Kelaverasizlar, uyda savdo qilyapman. Hamma tovarlarimiz Turkiyadan. Yangi tovarlar olib keldim. Yangi tovarlar video zo'rini boshladim. Mana yoqasi bunaqa tosh qilingan, yoqali qilingan, oxirigacha zamok. Yengi mana bunaqa 3/4 rukava, lekin sal uzunroq, burma qilingan, pirpirakcha qilingan, tagi ham xuddi shunday pirpirakchali. Bemalol kelinglar, razmerlaringiz bor. Kutib qolaman, uyda savdo